أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة Bu jo'lab o'qishniki bobidir. İki namozni Muzdalifada. Yani Muzdalifaga kelgan vaqt o'zida ikki namoz bor. Namoz bilan xubtanni ikkisini bir vaqtda jo'lab men mush o'qishniki hukmini bayon qilishniki bobidir bu deydimdi. Biz yana oldingi darsimizda Muzdalifaga Arafatdan Muzdalifaga keldik. Yani Muzdalifaga kelib u yerda shu rohat ma'dan bo'ldik, unda yugurib varang-churang qilmay Muzdalifa bilan men Arafatniki oralig'ida ehtiyoji bo'lgan odam tarid qilsab ketibdi yoki boshqa ishlar bo'lgan bo'lsa, u chog'ning o'zida u hojini ado qilsa, u hech qanday bir ish bo'lmaydigan bo'ldi. Shuning bilan biz hamda kun o'ltirish bilan Arafatdan ma'gandan keyin Muzdalifaga shu namozsham vaqtida dal vaqtida ma'ngdi degan gap. Unda o'g'andan keyin namozshamniki o'zini Arafatda yoki yo'lda o'qishga qat'iy bo'lmaydi. Agar namozniki o'zini namozshamni ya yo'lda ya o'qimaymish taq o'qib qolgan bo'lsa, u odam Muzdalifaga kelgandiki qayta o'qish kerak. Hattoki men shu tong etib ketgan qadar, tong atgan qadar uni qayta o'qish kerak deydi. Chunki u kundagi namozniki, namozshamniki vaqti burun biz o'qiyotgan o kun o'ltirgandan keyin shafaq g'oyib bo'lgan qadar emas, u vaqt ya'ni ash Muzdalifaga kelgan vaqtning o'zidagi bo'ldi demdi. Unda o'g'andan keyin u vaqtniki o'zi Muzdalifada o'qish. Shuni bilan birlikda xubtanni birgina qiladigan gap, o'qiydigan gap. Endi o'qib, undan keyin u yerda anadagi zikr tasbih etib, undan u yerda qo'nish çok kerak. Benim shu Muzdalifaga kirib qo'nishniki o'zi nima, hajniki vojibi. Vojib bo'lgandan keyin bu odamning o'zi endi shu namozshamni o'qimay, yana Arafatga kelgan vaqt o'zida namozsham bilan xubtanni ikkisini vaqtini bir qilib, oq-oqidan mushtaqcha o'qiymiz. Endi buningda o'qgandan keyin men oldingi darsimiz degandek bu yerda ikki namozni o'qishning o'zi bu tatta yani bu taabbudi. Yani bir ibadet mi? Yani Allah Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam arkalık ikki namozdagi vaqtini bir o'qu deb buyruq qilgan mı? Yoki olmaydi bu sefer mi? Bunun o'tirisi nima va ana ixtilofchi bor. Agar bu taabbudi degan bo'lsa, u chog'niki o'zida Muzdalifadan boshqa uy va odamlarniki hammasi haramniki nemisi olsun. O çağınızda bu adam Muzdalifaga kelib, o çağınızda namazı qasr qilib, mana ikkisi bir vaqtcha o'qiydi. Agar safar degan bo'lsa, safar buniki asos sababi deb bunda tushunlik bo'lgan bo'lsa, o çağınızda bu Muzdalifa, Arafat va uning boshqa Mina haramniki hududiniki ichidagi odamlarniki o'zi bu namozdagi o'zini cho qasr qilmaydi. Ama cem'i qilmaydi, qasr qilmaydi. Ama afaqi adamdan iborat bo'lgan, yani atrofda kelgan odamlarniki o'zi bu namozni nima qiladi? Qasr qiladi deydi. Faqat qasr qilish, yani cem'i qasr qilib o'qishniki o'zi, yani xubdan ish rakat namozshamni qasr qilolmaydi. Bu faqat sirti kelgan odamlarga nisbatan bo'ldi. Chunki safar degandan keyin haramniki Arafat, Haramda, Arafatda yoki Minada uyva adamlar va buniki atrofidagi safarga bormaydigan, men mashhur kelgan odamlarga nisbatan bu safarchi bo'lmaydi. Bunda nima bor? Ko'z qarashi bor. Dedi İmam Buxoriy, Hispaniya bizga Abdullah ibn Yusuf, dedi Abdullah xabar berdi bizga Malik olsa Musabni o'qib edin, Musabni o'qib olsa Kurayb olsa Usama ibn Zayddan radhiyallohu ta'ala anhuma.
Şuna deyip ki cazmen Kureyb deydi ki cazmen bu Kureyb anladı bu Kureyb Usame'din. Deydi Usame. Qaytqan idi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'tan Muzdalifaga çok qaytqan idi. Şunun bilan tushgan idi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şeybaga. Yani Muzdalifa bilan Arafat'daki aralığında Cilg'va. Yani Cilg'andi. Kichik tağının arasındaki yol neymi. Şunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem u yerga tushib taratsin dedi. Kichik tarat. Onudaki Peygamber tarat aldı ve taratı kamil mükemmel almadı. Yani kamil mükemmel hem diğerinin üzerinde bu yerde ya Peygamber aleyhissalatü vesselam hem de kichik tarat kısmı kolunu juyup bir akatim ya bir iş katim hem ağzını ya ki burnunu jumay onudaki yüzünü juyup ya ki mesih kırıp şuna putunu mandaq bir juyup koydu. Kamil olmaydı. O çağımızda tarattaki perzi töt. Sünnetteki üzerinde bazı kılmadı. Çünkü o tarat sındığı kolunu ve başka caylarının üzerine imkan var. Yuşun üzerine o yaxşı iş. Bu pakizliğindeki demesi o tazlıqdaki bir belgisi. Belki şundaq kan buluşu mümkün. Hem undaq deyişki məqsəd Peygamber aleyhissalatü vesselam yine Muzdalifa'ya geldiği qaytidi kamil taratını kamil mükemmel alıdı diyen çubba. Şuna dedim ben Peygamber aleyhissalatü vesselam'a es-salatu. Yani namaz bu yerde mudur? Ya diyen gep ya mubtada mehsuptun haberi ya olmaydı yüzü haber olup mubtada mehsup ya ki mubtada olup onunki haberi mehsup olur. Uçağımızda es-salatu de peş oka vaktizde dedim ki Peygamber sallallahu es-salatu vakta hazihi. Yani namaz muşu caydı mıdır diyen çok gap buludu. Onda o vardı ki bununki haberi mehsup mubtada olan buludu. Onda o vardı ki Peygamber sallallahu namaz mıdır? Yani bu taharet ya ki namaz üçün ağamı aldığımı namaz müşahit okuyumuz namaz şemni namaz şem vakti olan diyen gibi. Şununla dedi Peygamber sallallahu es-salatu emamek. Namaz seninki aldığınıdır. De müştahçı dedi. Yani bu yerde es-salatu degen mubtada. Emamek degen esi mubtada olanıkin haberinin üzü peş oludu. Bu yerde emamek edip zerp olanıkin bununki üzerine nemi okuyumuz öyle peti okuyumuz. Bu zerpneki demiş o adet. Çünkü peti okuşumuz bu zerpneki yüzü mutlaka 12 muteallıkı mehsup oludu. 12 muteallıkı asas haber. Onda oğandaki ne degen gap uçağınızda emamekez o zerp oğandakin 12 aldı taalluk tapılgan haberden ibaret doğan bir lafzi mehzup degen gap. Yani es-salatu yani ya ki tusalla ya ki degen gap namaz okulamdı namaz okuludu senin aldığında. Yani tusallun degen gap ya ki olmaydı kainatun diyen gap boludu. Ya ki mustakirratun diyen müşrinin nemi kılımız, takdir kılımız diyen nemi var. Menen nehvineki kaydisi var. Onda o andaki bu yerde amametneki ziber okuşumuz yüzü bir vasıta mubtada haber olmasın. Onunki mutallık neme o haber. Şu itibardan zerpneki yüzü nemi boludu, ziber oludu. Şundan geldi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muzdalifa'ya çok geldi. Muzdalifa'ya gelip bunudaki Peygamber tarat aldı, taratı kamil mükemmel aldı. Hem de ayetdeki Peygamber sallallahu taratını kamil almadı diyen üzerinde belki kişi tarat sındığı kim kolunu yüzünü başka yani joğalının yüzünü bu yuş demek bunu tarat hep atılan buluşu mümkün. Onda o ki bu yerde ayetdeki taratın yüzü şer'ide gösteriligen resmi taharet olması için yani logat mənası itibarda olan pakizlikten ibaret olan nəsi çok boğan buludu. Çünkü iki lafzı qarağa vaxt üzrə. Ondakin tekbir okuldu namaz qıdaydı. Namaz qıdaydı okuldu, tekbir okuldu. Şununla okudu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazşam namazını çok okudu. Okup oldu. Okup olgandakin ondakin çöktüydü her insan yüzdeki tövgüsünü yüzdeki düşken ornuğucu çöktüydü. Yani nerede düşken bolsan
Muzdalifadagi ichidagi shu joyning o'ziga to'g'risini shu yerda yotqizib, shu yerga u odamni nima qildi? Tushdi. Anadagi tushib bo'lgandan keyin endi payg'ambar bu yerda kelib namozsham o'qibdi. O namozsham o'qib qolgandan keyin mana shu yerda turdi ekanmiz, yotdi ekanmiz deb, to'g'rini nima qilibdi? Yerda cho'ktirib yotqizibdi. Andan keyin namozga takbir o'qilindi. Ya'ni nimaga xubtanga. Shuning bilan o'qidi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xubtan namozini o'qidi. Va o'qimidi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana bu namozsham bilan xubtanniki oralig'ida hech qanday nafla yoki sunnat namozini nima qilmadi, o'qimadi. Endi o bir tarafdan namozni qasr qilish ham safar bo'lgandan bu e'tibordan nafl namozni o'qimagan deydi. Unda bo'lgandan keyin men bu hadisga asosan payg'ambar alayhisolatu vasallam boshda namozshamni o'qib, unidagi xubtan o'qibdi. Xubtan o'qigandan keyin ikkisidagi vaqtning bo'lgan bo'ldi, u chaqda bir cho'q bo'lgan bo'ldi deydi. Jami qilib o'qish nima u vojib bana. Shuna yo'ldagi ketib, voy namozsham vaqt o'tib ketdi deb, u yo'ldagi ketib yoki Muzdalifga bo'lishniki oralig'ida o'qib qolgan bo'lsa, bu odam namoz emas. Babu men jamaa baynahuma va lam yatatawwa. Bu bir kishiniki babdurki jo'g'lidi bu odam shu ikki namozga o'ttirni jo'g'lidi va lekin nafl namoz o'qimadi. Men mushu ustiga nima bab deydimdi. Endi namozsham bilan xubtanniki oralig'ida men namozshamdan keyin mana muqim o'qilgan nima sunnat rotibi bo'lgan 2 rakat sunnat bor. Endi xubtanniki oldidan o'qiydigan sunnat darajada emas, mustahab deb hisoblangan bir namoz bor. Uningdan keyin xubtandan keyin 2 rakat sunnat bor. Mana bu sunnat namozni bilan safar qilgan bo'lgandiki bu yerda nima qilmaymiz, o'chog'imizda o'qimaymiz. Ammo men o'qimaymiz. O'qimagandan shu payg'ambar bu ikki namozdagi o'ttirisi nima qilmagan, oldiki aylarda sunnat namozi uchun o'qimagan. Men shu ustiga deyman u bab. Dedi İmam Buxoriy, hadis payg'ambarimiz Adem, dedi Adem, hadis payg'ambarimizga Ibn Abi Ziyad. Bu kishi bo'lsa Zuhriydi, Zuhriy bo'lsa Salim ibn Abdullah'din. Men Salim ibn Abdullah bo'lsa Ibn Umar roziyallohu ta'ala anhudan. Dedi Ibn Umar. Jo'g'lidi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam namozsham bilan xubtanniki orasini jam'iydi. Yani Muzdalifada. Her biri mana bu namozdan bo'lgan her ikki namozga mana nima bilan bir takbir bilan o'qidi. Bir takbir bilan o'qidi. Lekin payg'ambar alayhisolatu vasallam namozsham bilan xubtanniki oralig'ida hech qanday nafl namoz o'qimadi deydi. Endi bu yerda sabbaha yusabbihu tasbih. Siz tasbih etdi degan gap ba'zi vaqtlarniki o'zida bu mana bu nafl namoz o'qimadi degan ma'noda çok keladi. O'yla o'qimadi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shu ikki namozniki har biriniki oxir izida, ya'ni oqida asar degan gapning isr degan, men asar degan gapning o'zi ala isri. Kulli vahidatin minhuma degan gap, ya'ni aqab ma'noda çok keladi. Yani xubtan bilan namozshamniki har birisiniki oqida o'qildigan mana murad rotibi bo'lgan sunnatniki o'zini payg'ambar alayhisolatu vasallam men o'qimagandi. Unda o'g'andan keyin mana shu Muzdalifga kelgan vaqt o'zida u ikki namozdagi faqat farzini o'qiymiz, ammo uniki sunnatini o'qimaymiz, men o'qimaymiz deydi. Bu bilan namozni o'qishligi qoidasi shu, men mushu. Dedi İmam Buxoriy, Payg'ambarimizga Xolid Maxlat. Dedi o Xolid, Payg'ambarimizga Sulaymon ibn Bilal. Dedi o Sulaymon, Payg'ambarimizga Yahya ibn Said. Dedi o Yahya. Meni xabar berdi menga Adi ibn Sabit. Dedi Adi. Payg'ambar menga Abdullah ibn Yazid al-Hatmi. Dedi o Abdullah. Payg'ambar berdi menga Abu Ayyub Ansari. Shunda debki jazman Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam jo'g'lidi payg'ambar Həccatil vidada namazşam ve xubtanni Muzdalifada nima qildi? Jo'g'lidi. Jo'g'lab ikkisi bir vaqtni o'zida mana o'qidi. Aqim aqa deb mushta nima qildi deydi. Endi bu yerda val isha'a jamaa fi hajjatil vida'i
el magribe vel işa bil muzdelifeti deb ma hadisdagi o'zida oyati jam'i deb rivoyat var. Birinchi rivoyatning o'zida ma ikkinchi rivoyatda bil muzdelifeti deb uchiq buni shu deyilgan. Shoma İmam Buxoriy ma ikkinchi hadisni keltirishga sababchi meni mushandi. Babu men ezzene ve akame li kulli vahidetin minhuma. Bu bir kişideki babıdır ki men ezan okudu o kişi ve tekbir okudu o kişi her bir namaz için şu iki namaz değil. Meni namaz şembeden xubtandın her bir namaz için nima okuymiz onuğa tekbirçi okuymiz hem ezançı okuymiz deydimdi. Şimdi ezanniki yol qo'yishi va unidagi takbirniki qandaq o'qib yo'l qo'yishdan iborat bo'lgan meni bu mazmunniki o'zida kitobi salatda o'qildi. U yerda o'qidik. Bu yerda ezanniki yo'l qo'yishi asosan namozdagi vaqtini mana uxma qilib qolmasin deb mana atrofdagi odamlarga namozdagi vaqtini mana o kirganligini meni farz namozdan iborat bo'lgan bu farzniki o'zini masjidda o'qisin deb qichirishdan iborat bo'lgan men mush ishni uqtirish uchun yo'l qo'yilgan nima bu? Meni bir nima bu? Ish bu endi azon degan. Ham takbirniki yo'l qo'yishimi hem azon anglab bu odamning o'zi masjidga kelgandan keyin endi imomniki o'zi mengibda o namozni o'qiydiganlik bo'lmaydi. Unda bo'lgandan keyin namozdagi rasmiy endi boshlaydiganligini uqtirish uchun yo'l qo'yilgan narsa. Takbirniki o'ziman shu qad qomasala, hayya alasala, qad qomasala degani shu. Unda bo'lgandan keyin ikki namozdagi o'zini bir vaqtda o'qib qolsak, masalan, mana Arfatda va Muzdalifada. Bu chani o'zida azon bilan takbirni qanday o'qiymiz? Mana buni asosan mana mushu mazmunda Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamnikidan rivoyat qilgan hadisga asosan ba'zi ulamolarimiz mana ikkala namozdagi har ikkilasiga azon va takbir o'qiymiz deydi. Buninki ko'z qarashimi bunda ko'z qarash bo'lishi yana Peygamber alayhisolatu vasallamning sahobalariga rivoyatga asosan mushtaq bo'ladi. Yana ba'zilar yo'q Ba'zilar birinchi qatim azon o'qiymiz, birinchi qatimga. Undan namoz shamga takbir o'qiymiz, xutbadagi takbir o'qib, nima qilamiz? O'qiymiz, uni azonchi o'qilmaydi. Deb mushtaq nima qiladi? Qaraydi. Ya'ni bizniki Hanifi mazhabidagidek. Yana ba'zilar texi o birinchi namozning o'ziga azon va takbir o'qgandiki, ikkinchi namozniki o'zini azon takbirning o'qishning hojati yo'q. Unda o'qib sahmi çok boludu. Dem mushtaq nima qiladi? Qaraydi. Yeni ba'zilar peşin bilan asrda u yerda mana bir azon bilan ikki takbir bilan peşin bilan asrniki o'zini mushtaq o'qiymiz. Desa yine ba'zilar yine yo'q, har biz mushtaq o'qiymiz deydigan mushtaq nima va ko'z qarash çok bor. Endi bu yerda yana aldıq dersimiz o'zida mana bu jam'i qilib o'qishligi o'zi jamoat xosmi yoki yagona bo'lgan har bir odam men o'qimdi deganlik ustida buni nima qildik bu yerda to'xtaldik endi. Dedi İmam Buxoriy, hadis payg'ambarimizga Amr ibn Xolid dedi Amr, hadis payg'ambarimizga Zuhayr dedi o Zuhayr, hadis payg'ambarimizga Abu İshaq dedi Abu İshaq, anladım ben Abdurrahman ibn Yazid'dir deydi. Hech qildi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu ta'ala anhu. Şundan hech qandikin billah biz hech qildik deydi. Şundan keldik biz Muzdalifaga azon o'qilgan vaqt o'zida kashki namozga. Atama, ya'ni oxirgi kashk vaqti xubdan vaqtda degan gap. Yoki shu vaqtga yaqin bir vaqtlarniki o'ziga biz aşağıya nima qilib qoldik? Meni Muzdalifaga cho'kib qoldik. Yani namazda vaqti chiqay degan chiqib ketdi degan gap bo'ldi endi. Shu o'nan buyurdi. Bu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu ta'ala anhu bir odam buyurdi. U buyurgandiki bu odam azon o'qidi va takbir o'qidi. Anadan keyin Abdullah meni namoz shamnichi o'qidi.
va o'qidi bundan keyin ikki rakatni, ya'ni xubtani nima qildi? Ikki rakatni o'qidi. O'qib undan keyin anadaki okudu, anadaki kişiydi yüzdeki keşkuruluk yemegini. Şu ona keşkuruluk yemekini şu yedi. Eşa dep gelse keşkuruluk yemek olurdu. İşa dep gelse nakıptan yani keşte okuyduğun namaz deyen gibi. Şu onun andaki buyurdu yani körmen yedik adamni. Şu ona bu adam ezan okudu ve tekbir okudu. Deydemdi. Endi bu yerda namoz shamni o'qidi deb mishadi va undan keyin ikki rakat o'qibdi. Ya'ni ikki rakat sunnatni o'qibdi qarg'anchaning o'zida. Shunga buningda ba'zi odamlar yuqori hadis qasasan undan keyin namoz sham sunnatni o'qimaymiz deydi, ba'zilar o'qiymiz deydi bu. Andan keyin yana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu ta'ala anhu yana buyurdi, ya'ni ko'rman yiliq odamni. Yiliq qash burun namoz shamga azn o'qigan takbir o'qigan odamni men shuni ko'rmanki şunu yine nima qildi? Azan o'qishga buyurdi va azan o'qidi va takbir o'qidi. Shuna dedi Amir. Bilmayman shakni. Andaki suma amara degan gapning o'zi o ras. Lekin rajulan yelib boshda o'qigan odamning o'zi shuni buyurdimi? Yoki boshqa bir odam buyurdimi? Bu shakniki o'zi bu nerede kelib qoldi desa Zuhayrdan kelib qoldi deydi. Senette oğa Zuhayr deb adam var. Yani haddesene Zuhayrun. Zuhayrun şu Halid'ninki gibi bu aşağıdan oldu. Andakin okudu Abdullah Mesud Kuptan'ı ikki rakat okudu. Endi tügüde şunu olan onun dekin bamdat namazını oku ve andaki tan etmeden dedi Abdullah Mesud. Cezmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birde mene okumaydı masaatte. Yani tan del birinchi qatim atqa vaqti o'zidan faqat mushu namozni mushu vaqtda mush kunda. Ya'ni bamdat namozini shu yilqi 13 kunlik atdigan hamdi. Shu kunlik o'zida tan etib bashu ham atdi, voy atmadi degan vaqtning o'zida qop-qorong vaqtning o'zida namozniki o'zini mana bamdat namozni mush vaqtda o'qitdi. Deb shunday nima qildi? Dedi. Dedi Abdullah Mesud mene bu ikki namaz. Namoz sham bilan xubtan. Bu ikki namaz. Bu ikki namazdirki yetkilildi. Bu ikkisini o'zniki asli o'qiydigan normaldagi vaqtdan nima qildi? Yetkizildi. Mene o qavun ikki namaz. Ikki namazning biri namoz xubtanniki, namoz shamniki namozi bir nimasiki keldi odamlar Muzdalifaga. Mene adamların üzü Muzdalifa kelgan vaqti üzüde, mene o asli, mene şu kun o'ltirgan vaqti üzüde bu adamniki üzü, mene aş namoz shamni şu vaqti o'qiydigandik. Ammo u vaqti o'qimay, uniki asli o'qilgan vaqtidan o'zgarib, mene xubtan yakın ya xubtanniki vaqtiniki üzü tan atqishilik degan vaqtning o'ziga nima qildi? Yetkeldi. Endi bamdat namozi deydigan birisi, yana birisi bamdat namozi. Ol bir zamandaki mene ne bo'ldi? Yanzaq Fajr. Fajr yani tam şundaqlı ko'rildi. Şundaqlı atıdı. Atqa vaqti o'zidan meni nima qildi? O'qildi. Burunqi vaqti o'zidan tan atqandan keyin darhol azn o'qiydi. Shu azn o'qib andan azroq unidan yine qolgan mazhablarniki ba'zi mazhablarning o'zidan tan at nima azan o'qigandan keyin uzoq saqlamay men azroq sunnat o'qiganda vaqtni nima o'tkazibla andan takbir o'qiydi, birinchi vaqt o'qish. Endi bizdeki Hanifi mezhebideki tan atqandan keyin sal aqqa vaqtning o'zida, ya'ni aqqa vaqtning o'zida o'qish. Bu nima? U sunnat. Anda o andaki bamdatniki namozi burunqi o'qilgan vaqtniki o'zida shu vaqtda o'qiydik. Endi Muzdalifa kelgan vaqt o'zida Muzdalifadagi o'qiydigan atdigan o'qigan namozniki bu bamdat vaqti shu burunqi vaqtniki qaraganda o'zgarib, tan meni atdi, yine atmadi degan vaqtni o'zida o'qishga nima qildi? O'zgardi. Deb meni mushtaqchu dedi Abdullah Mesud dedi. Deb anadikin bu Abdullah Mesudning o'zi gap emas. Endi gap bo'lmaganligi uchun shuna Abdullah Mesud dediki,
Dedi Abdullah Mesud, kördüm ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni kılıdı Peygamberimiz bu işini. Kaçını namaz şemdeki üzerine mene yolda ya ki Erpat'ta okumayı Muzdalife'den huttan vaktida. Mene namaz şem Bamdat'ın üzerine del azan tam atka vakti vay atıldı etilmedi diye atmadı diye vakti üzerinden okuş diye işte Peygamberimiz kanı köydü. Şu mama gapni men nima qildim dedim deb men Abdullah Mesud radhiyallohu ta'ala anhu men mushtaqchu dedim. Anda o adken men şu Abdullah Mesud radhiyallohu ta'ala anhu'niki men müşahidis asasen men her bir namazga mesela namaz şamga xutbanga her biriga birdan azan ve birdan takbirchu etibchu o'qiymiz deydi. Ama bizdeki Hanefi mezhepte bizning Hanefi mezhepte o namaz şam vakti namaz şamga yani başta bir qata azan o'qiymiz. Undan takbir o'qiymiz. Undan o'qib bo'lgandagi xutbdan o'qigan vaqtda takbir o'qib shu o'qiymiz deydi. Mana bu Hanefi mezhebini tutgan bu hadis yani başka bir nemeniki mana sahabelik rivayet qilgan hadisga asosli bu gapni şu deydi. Şu bazı ulamalarımız Hanefi mezhebini tenqitlashda Hanefi mezhebniki asas İmam Ezzem ve İmam Ebu Yusuf yani İmam Ezzem asasen Abdullah Mesud radhiyallohu ta'ala anhu Basra ve Kufa'da yaşayan adam. Yaşayan vadiki uyad vadi olgan. Hem sahabelik içinde çıkan en fakih olgan bir adam. Onda o anken İmam Ezzem'deki asas mana hadisne asas yani fikir hükmünü erişten Muşu Abdullah Mesud radhiyallohu ta'ala anhu asas kıldı. Asas kaldırken asasen Muşu adamdaki gipiga asasen andaki İmam Ezzem yani başka bir sahabelik başka muhaddis alimlerindeki rivayet başta bolsun mu? Mana o adam Basra'da Kufa'da yaşayan bolgandiken yani Kufa'daki üzerinde İmam Ezzem şehirde yaşap etken. Ötkendiken bu İmam Ebu Hanife şundan bu Abdullah Mesud radhiyallohu ta'ala asas kılıp fikir ahkamını şuna asasa belgileydi. Şu bazı adamlar İmam Ezzem muşu mesele kıyaya vakti üzerinde Abdullah ibn Mesud radhiyallohu ta'ala onunki kan hadisini asas kılıp tutmayın. Bu yüzdeki esliki usulüge khilaf bir işini kılıp başka muhaddis yani başka sahabındaki hadisdeki üzerine yani şunu asas kılan der müştak tanık alimlerimizin çoğu var. Hem de bunu bunda kılışta yani bu yılki İmam Ahmed yani İmam Şafii katarlık alimler yani şu İmam şu Ebu Mesud İmam Abdullah Mesud radhiyallohu ta'ala onunki hadisine nima kılıdı asas çok kılıdı. Bir yerde Ehl-i Medine'ninki neyimiz asas kılıdı şu an. Bunu asasyak takipledik. Yani hazır Harem Mübağa vakti üzerinde bu yerde mezhep yok. Hazırki nemide. Çünkü o yerdeki bütün hacdeki işini başkuruvatkanlar yani Saudi hükümet. Bu hükümet bu Hanbeli mezhebini yani ahkam meselesinin üzerinden İmam Ahmed Hanbeli'ninki mezhebini asas kılıdı. Asas kılıp şurada qoğandikin o yer biz neme tok, biz Hanefi tok, biz mandaq qılımız desəkçü bulmaydı. Mana onunki neme toğran. O yer bağa vakti üzerinde ular şu Hanefi mezhep neme, Hanbeli mezhepke asasen her bir namazınki üzerine birden tekbir okup da mesela çoğun cemaatken o kayyak biz katışıp tok, azam paçıp ketdi o hazır yılıqım. Hacılarınki üzerine her bir adam bir yerdeki adamların üzerine yüzlük düşken çedir de okuyduğum gitti. Ha bunun devri de onduğu emezdi. Bunun devri üzerinde yani İslam hakimiyet bir. Uçağınızda halifi birdi. Hakim birdi. Hem adam ne medise şu boyunca ortaktı. Çünkü uçağın üzerinden Müslümanların İslam'da qoğdaydıgan bir kuş vardı. Şu kuşunki himayesi asasen bu adam Mağrib'den kelamdı, Meşrik'ten kelamdı. Ya dönüp Jirak bir yerde kelamdı. Ya şimaldan en jirak bir yerde kelamdı. Emmisi şu vakti üzerinde, kayga vakti üzerinde şu komadalınki şu başkuruğan halifeniki gipiga asasen o qoğdaydıgan bolgandaki halife İslam halifesi degen şu. Bunu asasen ular şunu boşlup kılıttı. Lekin hazır Müslümanların şunu da İslam dinini qoğdaydıgan bir hakimiyet yok. Yani o İslam puhrası Müslüman bolsun mu?
yoki og'zida yoki atalg'ida Islom Cumhuriyet yoki falan devam bo'lgan bo'lsin, lekin amaliyotda bu ijroat yo'q. Unda o'g'andan keyin shunga hozir kunlarga qarab baqsak, musulmonlarningki egi chiqadigan, ya'ni musulmonkan deb islomni asos qilgan bir hokimiyat yoki uni qo'g'daydigan bir kuch yo'q. Kuch bo'lgandan keyin vazir hamda musulmonlarningki o'zi xor bo'lishi, vayron bo'lishi, men mushundaq bechora holatga tushishlik sababicha mana mushandi. Unda o'g'adiki bu musulmonlarning o'zi mana u yerda poji her yerde davlatga bu hozir islomiy coğrafi hammasi bir davlat bo'lishi kerak. Asa qoida bo'yicha. Yani unda olmay, mana bu düşman kuchniki o'zi musulmonlar yashayotgan coğrafiyadagi o'rnini, joyniki o'zini go'yo qotandek her bir yani o'zi büyülüp parçalayapti. Parçalab akib millat, vatan va uning boshqa ya shaxsiy nomdagi asosiy bir hokimiyat uyat qurilib qoldi. Yoki cumhuriyet deydi, ya demokratik deydi, men musulmon deb turib, ya podshohlik deydi, yoki islomiy deydi, og'zida bir qancha davlat bor. O amal oshmaydi. Men mushunda davlatdan iborat bo'lgan siyosiy tarafdan eng nachar, eng tön holatga tushib qolgan bir holatga kelib qoldi. Parcha. Tili bir, Qur'oni bir, dini bir, Allohsi bir, hammasi o'xshash deb turib, bir-birisiga qurol tanlab, bir-birisi urushadigan mushunda holat shu kelib qoldi. Hadi musulmonlar ahvoli. Agar unda bo'lmagan bo'lsa, mana payg'ambar alayhisolom zamonidek, uningkin mana Xulfa Rashid va uningkin masalan Islom xilofat desakmi, Umayya va Abbosiylar, Usmoniylar bu chanuzda u hammasi o'xshashcha qaraydi. Men o'xshashcha qildi. Shu an bizmandi. Agar shu bir jamoat bo'lib mushtaq bir yer berib o'qib qolsak, biz yani pituk madat demaymiz. Chunki ahkam masalasi o'zida bir imom bir hukmni degan bo'lsa, uning qati bir qancha odam agishib uni qon bo'lsa, u to'g'ri. Mana u bir odam emas. Chunki mahkam masalasi o'zida mazhab deb ataladi. Buni o'g'an ko'z qarashinki o'zi bir qancha qilib bo'lishing o'zi har birisi yetib kelgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan yetib kelgan yelsiga asoslanadi. Bu har bir o'zidagi shaxsiy fikr yoki tarixda bu yan kelgan natijadan iborat bo'lgan narsa emas. Ya İmam Azam'nin, ya İmam Şafii, ya İmam Malik'ninki, ya İmam Ahmet'nin. Bu hiç qandaq vaqt o'zida o'zi ayrım bir mustaqil Qur'on hadisdan ayrılıb chiqqan bir gapni qilmoqlik. Buniki hammasi Qur'on hadisini shu deydi. Qur'on hadisi e'tiqodi tarafda hamma mazhab o'xshash. Yani ahli sünnet ve cemaat deymiz. Bunun hiç qandaq nima yo'q, ixtilofchi yo'q. Lekin ahkam masalasi o'zida chunki ahkam degan amaliy real ish bo'lgan ekan, ameliyatki real işlarning o'zida her yerde yaşayotgan adamlarniki şu yerdagi muhit ve coğrafiyalik o'rniga asosan bir-birisiga o'xshamaydi. O'xshamagandan keyin bu ahkam masalasiga o'zimiz shu. Ham ahkam masalasiga o'zimiz payg'ambar alayhisolamniki 10 yil jarayonida ahkamlarniki biroqla hozirgi biz o'qisak kitob o'qisak biroqla kitobniki namozning farz mancha, tarixning farz mancha degan undaq bo'lmagan. Buni bo'lgan tədrici halətdə tərəqqi qilib, onunki başlık sel bana qaraq olğan bolsa, o kinadaki bir ayet yoki Peyğəmbər qılığı arqılıq bu özgürüb, keyinki dəvrin üzrə andık Peyğəmbər özünün hayatının axırda rəsmi takamül mükəmməlləşib. Mənə el-yawma mənə ayet nim qılğan o uçağın üzrə el-yawma akmaltu lakum dinakum ve atmamtu alaykum ni'mati ve raditu lakumul İslam'a dinen diye ayet düşüp resmi Peygamber Aleyhisselam 3 ay vefat oluşunu aldığı keylerde şu çıkan ayet. Şu çağımızda anlıkı resmi kamil mükemmelleşip oldu. Kamil mükemmelleşip olğandakin mene dinle alakadar olan hiç kanda bir narsa şu kalmadı. Hemmesi tuluq yetkisip oldu. Mene muşunda ceryan ketdi, mensuk olduqları var, şu mensuk dep bu hadislarda çok buludu. Mene muşu, şuna biz ben de uyan verip kalsak, uçağı biz mandaqtuk, andaqtuk dep nima qilmay, bizniki özümüzün joyiga Uyg'urlar kelgan vaqt o'zida biz asosan Hanifiy mazhab bo'lganini uni tutamiz. Ammo boshqa yer vaqt o'zida mana bu u yerniki jamoatlarga sat ko'rinish yoki ularning bo'linishini iborat bo'lgan bundoq bir adovat bir narsa bo'lib qolmaslik uchun mana agar bo'lib qolmasak shundoqcha o'qsak u yerga bo'laverdi. U bizning nima emas, uniki u yerga mumkin xato emas.
Lekin bizniki asas ko'z qarashimiz Hanifiyni asas eng yaxshi, to'g'riroq deb bundan nima qilamiz? E'tiqodchi qilamiz. Babu men qaddama za'afata ahlihi bilaydin feyaqifuna bil muzdelifeti ve yed'una ve yuqaddimu iza ghabal qamar. Bu bir kishilik babiki meni ilgili qildi. Mağuzdi bu kishi o'zidagi ahliniki ojizlarini kechidi nima qildi? Mağuzdi. Nereden? Muzdalifada Minaga. Endi biz hamda Muzdalifga keldik. Muzdalifada yetishlikki o'zi nima qo'nishning o'zi vojib. U yer qo'nmasi shu bo'lmaydi. Agar bu odamning o'zi meni Muzdalifga kirib qo'nmay tortib qolgan bo'lsa, Minaga chiqib ketib qolgan bo'lsa qo'nmay, bu odamniki o'zi jinoyat o'tkazgan bo'lib, bir qurbonlik qilish vojib bo'ladi. Qurbonlik qilish vojib bo'ladi. Ammo mana bu tövəndə degan Peyğəmbər sallallahu ma buyurgan ma hadisiga asosan agar u odamning o'zi masalan ayollarkan, ig'royakkan, qiyrikan, yoshilib qapton yoki kichik bolalarkan. U chan o'zida ana bu Muzdalifadan Mina kelgan vaqtida odamlar noit jiq bo'lgandan keyin mushu e'tibor bilan bular mana qisqangdan bir qiyin xatarga ushab qilishning ehtimoli bor degan mundaq bir asos bo'lgan bo'lsa, uçağın o'zidan Muzdalifaga turib, yine azroq turib, shu yerda duo qilib, zikr tasbih etib, andikin shu Minaga ketib, mana Minaga ketgandan keyin u yerda tushib, unidikin andiki ba'zi ulamolarimiz ko'z qarashicha, beribla andikin tong atishdan burun shayton tosh etib, ya ba'zi ulamolar ya tong atgandan keyin yetish kerak. Yeni ba'zilar kun chiqqandan keyin yetish kerak. Yeni ba'zilar ya şu vaqt o'zi baldır basıp saqlab, şu Minada taş atılgan vaqtning o'zi har kuni nimada kim bo'ladi? Mana peshin namozi kim bo'ladi? Shuningdek andikin Jamaratul Aqaba degan birinchi shaytonga nima qiladi? Shayton tashadi. Men mushunda qischa bo'ladi deb nima qiladi? Qaraydi. Endi unda o'g'andikin men bu odamniki bal voqilari ya ayollar varken acizken adam bekcikken uçağın özüde bu zöruret oğandaki onu zöruretin cehdedin u yer yatmayın. Yani bu adam derhal sıra azrak Muzdalifada turup dua kırıp anadaki zikir tesbih etip Mina varıp şey düşüp tuttur onlara. Biz mayada yetip etedigen barımızda muştak kısnıma o duruz. Bu bab muşun nemi kıldığı izahlaydı. Yani bu bir kişinin babiki ileri kıldığı o kişi yüzdeki ehliniki acizlerini. Zaafetun degen zayıfunniki nemisi o cemisi. Endi yüzdeki ehliniki acizleri. Acizler kim? Aciz oğanın ayallar. Eğrayak, yaşlıp kalgan ayal. Mesela şunu da kişi valla. Ben bunu bazı gelip kepti. Endi bir yerde adam çıkı oğandaki kısılıp ketip başta kan bolsa, şu canın üstünde keçide. Keçide degen ki mubem. Keçideki baş tarafı ya oturdum ya kim mu? Bu mubem kim deyden ha? Ama ya da kinki gapda o yuqadim izaqabal qamar degan men mush vaqt o'zida Minaga yo'l sazchi bo'ldi. Shunga qanday qiladi ekan u ojiz odamdan u yerdan shubbatib uttuğu kiplan shu Muzdalifga tushmay uttuğu Minaga mangda ish yo'q. Qanday qildi? Turdilar ular Muzdalifada turdi. Muzdalifada shu turdi. Va duo qildi ular. Yani u yerda azroq turib, duo qilib, zikr tasbih etib, andan keyin Xahның әммесі ұяқ түшкәндекі Минағы маңымыздап тәқі ұшады онда іш болмайды. Онда оғандықын азырақ бір мұттатын ұжағы тұрып етіп, андекі немі қылуды маңыды. Әнде ойуқаддиму изағабел қамар. Ән маяда ойуқаддиму дегенін, yani өздекі әхлінекі өзі keçide ilgiri қылуды дегендекен, keçinекі қайсы вақытта? Başlık vaqtı mı? Keçi деген gepnin özü gün oltuğandaki ya künneki olturup boğan şafaq gayb boğandan keyin tang etiş boğan arlıq keçi boğan boludu. Unda oğandaki bu mubam. Uçağınızda qandaq vaqtda men ilgiri yol sası boludu desen ve ilgiri yol salıdı o adam qaçaniki ay gayb boğan vaqtı üzüde anıdaki ne boludu yol salıdı o dedi. Endi ay degen nememde o künnük üzüde Zilhecce'nin ayıniki 13 gün oldu. 13 günü degen ayıniki 15 günü boğan vaqtda resmi tulun ay oldu. Yani keçiniki üzü biz endi 3 kısım desek uçağınızda keçiniki 3'ten biri üyütüp boğan deyken
Mana 10 kunlik bo'lgan oyning o'zi, mana masalan 10 soat desek, bir kechining o'zi, masalan tun uzoq vaqtning o'zida mana kecha bo'lib 3 soatdan keyin anidan nima qilgan gap, anidan mang'udu mina qarab degan cho'p gap bo'ladi. Endi bu ay g'oyib bo'ladi degan gapning o'zi 10 kun bo'lgan vaqtning o'zida, mana shu 10 kun bo'lgan vaqt o'zida biz o'qimiz. 10 kun bo'lgan vaqt o'zida bu oyninki mana qaysi vaqtning o'zida g'oyib bo'lganligi, ya'ni ay o'tirib bo'lganligini cho uni bilamiz. Mana shu vaqtning o'zida anidikizda u odam nima qiladi? O adamninki o'zidagi shu ojiz kishilarning o'zi yo'lga soladi deydi. Dedi İmam Buxoriy, Hispaniyaga bo'lsa Yahya ibn Bukayr dedi Yahya, Hispaniyaga bo'lsa Laysos Yunus ibn Shahab dedi Salim. Va birti Abdullah ibn Ömer radhiyallohu ta'ala anhuma meni ilgari qildi, yo'lga soldi o'ziniki ahliniki ojizlarini. Mana shu Arfatdan Muzdalif kelgan vaqt o'zida shu yerdan Minoga nima qildi? Yo'l soldi. Shunlar turdilar bu ojiz kishilar Mash'aril Haramda Muzdalifdagi Mash'aril Haramda men aşağıda turdi. Ya'ni nega yo'l soldi? Bilaydin, kechida. Bilaydindagi mutaalliqi yuqaddim mutaalliq. Anmiyada turdilar, ular Mash'aril Haramdagi o Mash'aril Haram bo'g'ichi edi Muzdalifda. Bu ikki gap. Birisi Mash'aril Haram deydi, yin birisi Muzdalifa deydi. Muzdalifa degan hozir biz atlayotgan mana shu Arfatda Minoniki orliqli joy. Mana bu yerda yetish vojib bo'lgan. Biz hozir istiloh shu odat. Lekin ba'zi ulamolarning ko'z qarashicha mana Muzdalif bilan Mash'aril Haram o'xshash. Endi maylisga asosan ba'zilar yo Mash'aril Haram boshqa, u yilqi Muzdalifachi boshqa. Muzdalifa degan shu Muzdalifiniki hozir chigiri bor. Chigirining ichidagi umumiy nima atalgan. Uning ichida Mash'aril Haram deydigan, Arfatniki ichida ana Jabal Rahma deydigan bir yer bor. Yo'q tosh qilib qo'ygan. U Jabal Rahma Arfatning ichida bo'lsa Jabal Rahma deb atiladi. Endi shuningdek, men Muzdalifning ichida Mash'aril Haram deydigan bir yer bor. Nima uchun Mash'aril Haram deydi? Chunki Mash'ar degan gap ishordan chiqqan. Ya'ni bir alomat bildirgan bir ish. Bu haram degani chunki Muzdalifniki o'zi haramniki ichida, hududining ichida. Arfat ba'zi qismi haramning ichida, jiq qismi haramning sirtida. Unda o'g'andikin yilqi Qurayshninki o'zi ana Arfat bo'lmay turib shu. Va biz degan ahli haram unda o'g'andiki bu haj qavaqt o'zida biz nemishku haramning sirti chiqmaymiz. Biz Muzdalifga kiplar shu yerda turiblar, qaytib ketimiz deydigan. Shundoq deb. Şu bu yerda Mash'aril Haram ki, mana ulug' hurmatlik ham haramniki hududining ichida bo'lgan bir alomat bo'lgan bir joy bor. U joy qavun mana manga vaqtida sol qo'l mana bir yerda deydi shu Mash'arim deb ashani bir yani atıldı bir tağniki nemisining o'zini. Shu yerda turdi bu adam. Endi Arfat tug'a vaqtida mana hududining ichida nerda tursa bo'ladi, lekin Jabalur Rahmat deydigan bir yer bor. Chunki rahmat tushgan joy deb mana Adem Aleyhisselam'ın nima qilgan joy. Mana u yer bak muhim deb atildi. Şu ba'zi odam ashaq berib, ashaq duo ochib qiladi. Unda vaqtda shu kun o'zidan mana Muzdalifada Mash'aril Haram deydigan ba'zilar Mish'arul, ba'zilar Mash'arul deydi. Bu ashara yushuri yani bir e'lon, shu bir narsani bildirishdan iborat bo'lgan, mana mush narsadan chiqqan narsa bo'lgan bo'ldi. Shunga yine ba'zi odamlar Mash'arul degan Muzdalif shu deb bunda nima qiladi, uni ataydi. Şunu olan ular zikr kılıdı, ular Allah Teala'nı zikr kılıdı, anda bir nimesi bilen ki aşkar oldu, o nesi ular aşın. Yani ilgili kıvatkan kişilerin üstü şu Arfat'ı kipla uyak düşmeyimiz, uyak düşüp, uyak durup Allah Teala konu, kanda bir dua kılışını konu kütken bolsa, yani aşkar olan bolsa, şunu andaki dua çok kıp aşağıda turdu. Andaki kayıtlar olar, şunun aldığındaki imam Tuğay, yani imam şu yedeki Muzdalif Tuğay ve şunun aldığındaki kayıt. Yani imamninki üzü aşağıda kayıt boğuşluk ağırlıkta hem turuşniki aldı Mash'aril Haramda. Benim uya turuşun aldı da şu ay ne oldu uçağınızda ayağı kerip uçağınızda atta neme tövgide yon piyad mağandikin o bir vakit geldi hazırlıkta maşini yok. Onu o vakitin bu şu vakti üzerinde ne kulu kayıtdı. Müştak çok kılıttı. Ve birte İbn Ömer radıyallahu ta'ala deydi.
ruxsat bergan edi payg'ambarimiz meni oshlar haqida payg'ambar alayhissalatu vassalam ruxsat bergan edi. Ya'ni Muzdalifning uchun tushishniki o'zi vojibdi. Vojib bo'lgandiki shu vojib amallarni tark etib uni qilmay, men mushkullarning o'zida sizlar ozroq tushib turib duo qilib zikr tasbih etib, unidagi sizlar meni minoga kelsangiz uchun bo'ladi deb ruxsat bergandi. Men shuning uchun men mushtaq nima deydi? Qildimman deydi. Unda o'g'andiki men bu şeyde asasen eğer o adamniki o'zi men ojiz yoki ayollar yo yoshilib qolganlar kasal muşta adam bo'lib qolgan bo'lsa, u chog'ingizda ozroq bir muddat turib unidagi ketib qolish cho'p bo'ladi midaga. Dedi İmam Buxoriy, İspaniya qatbozlarga Sulaymon harb dedi Sulayman, İspaniya bizga Hammad ibn Zayd bu kishi olsa Ayyub olsa İkrim olsa İbn Abbas radhiyallohu ta'ala anhudan. Dedi İbn Abbas, eberdi meni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meni jam'idin keçidin nima qilgandi, men Muzdalifdan meni keçisi meni ashu minog'ini nima qilgandi, yo'lga solgandi deydi. Endi İbn Abbas radhiyallohu ta'ala anhu shu vaqtdagi o'zida 12, 13, 14 yosh atrofida ekan. Kishi bo'lgandiki shuna yo'l sepdi ekan. Ya'ni demak, kichik bolalarning o'zimi shu yerga ojizlarning qatori chu kirdi degan gap. Dedi İmam Buxoriy, İspanyolga Ali, dedi Ali, İspanyolga Sufyan, dedi Sufyan, xabar berdi menga Ubaydullah ibn Abi Yazid. Meni bu anladı bu Ubaydullah ibn Abbas radhiyallohu ta'ala anhudan deydi. Men olsam anda bir kishilik qatoridanki yo'lga solgan edi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Muzdalifga ketisi o'ziniki ahllariniki ojizlarniki ichida yo'l solgan kishilarning qatorida edim men. Men shu qatorda edim. Ham Payg'ambar alayhissalatu vasallam men Abdullah ibn Abbas radhiyallohu ta'ala anhuma ikkisini men o nevre. Çünkü Abdullah ibn Abbas radhiyallohu ta'ala anhu Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın tağısı olan Abbas'ın balisi. Abbas olsa Peygamber sallam'nınki atısı olan Abdullah'nınki nemesi o inisi olan buludu. Onda onun şıkkısı ne bre? Dedi İmam Buxoriy, İspanyolca Musaddet. Bu adam olsa Yahya'dı, Yahya olsa İbn-i Cüreyş'i dedi İbn-i Cüreyş. İspanyolca bana Abdullah'ki Esma'nınki Mevlasıydı. Bu Abdullah Esma'da rivayet kıldı. Şuna da gezmen bu Esma düştü. Men Muzdalife. Muzdalife'ninki özü cemi keçe dep atıldı. Cemi keçide ya Muzdalife keçisi düştü. Muzdalife'de deydemdi. Hem bu yerde hem cemi hem Muzdalife hem Meşer Arap. Endi Muzdalife'nin gözü aviyatı geldik çoğun bir hududunki işi. Onun içi cemi çoğunluğa cay. Men meşaralaram ya meşararam ya ki cemi dep atıldı ya ki olmaydı. Kulunu zikr kılıp pakini irad kıldığan, pakini zikr kılıp kulunu irad kılgamışlar iş çopa. Şu olan tuğdu deydi o Esma. O Muzdalife'de halideki namaz okuydu. Şu olan Esma birer saat namaz okudu. Andaki dedi, ya bu ne ya? Hey oğlum, ay gayip oldu mu? Depti. Kargaçanın özüden bu çedirinin içi doşadı, yava tutukmam dedi. Şu ona dedim ben deydi bu Abdullah, ya dedim. Desem yine birer saat namaz okuttu. Hem de nefs namaz hem de o ibadet kılınacağı olan diken. Andaki dedi, ay gayip oldu mu? Dedi. Digen dedi ben hazır hem de gayip oldu de desem. Şu an dedi, Esma, fertahilu, onda olsa minullah, küçülme yerden mina karab dedi. Şu ona köştük biz ve mangduk. Hatta ki ben attı şu Esma Cemerel Akaben etiptim. Yani bu Cemerel Akaben ne atka vakti degen müşehidis kasasen bazı alimlerin özü şu yaşında kesel, ağrık, ağzı işte kişilik kalgan bolsa o çağın özüde berip la şu nemedin Muzdalife'den berip minakip uttuğu aşağıda ben keçiniki yerimde kim bolamdı o burun bolamdı az çok boludu deydi. Lakin köp sanlık alimlerimiz yani bazı alimler şu tübden deyken bazıları tan atkan deyken şulağı fakat şulağı has bazıları deydi gün çıkan deyken
deydi yine asasları yani şundaq bosib saqlab mana peşin namazı o'qigandan etish kerak deydi. Onun qarta ulanın velisi var. Şunun bilan andiki qaytdi deydi o Asma mana Jamratul Aqabani etibdan birinchi nimani shaytonga tashladigan. Yani çoğun şeytan taşlattığımız birinci günü. Şundan okudu beni. Bu Asma Bamdat namazını yüzlük düşke orunda okuptu. Ha şeytan taşlatıyorduk hep ta atıştım burun. İşte akıptım. Dedim ben şu Asma'ga ya anta degeni ya hazi. Hey bu. Hey ma xelimne ya ayallarını bir xil dediğim bizim örp adet var olmuş da depti. Ma urana illa kat gallesna. Kömeyim ben bizni fakat gallesna. Yani neme kıldık biz? Qap-qarangı vakitin üzüden meni keçideki en ahir qap-qarangı vakitin üzüden namazı okuduk. Bu kandak kılığın bu. Yani biz uçağımızda nemeneki üzüden Muzdalife'de kaydığa vaktimiz Bamdat namazı okup gün çıkışındaki aldı abbaydı oğadı kaytıdık. Anda onu qap-qarangı verip o neme kılışını alıp verip o ya şeytan taşıp namazı okup tanıtkan dekin muştak çok kıldık. Bu gallas kıldın bizni. Yani keçinin ahırda kıldığı bir işlik vattın. Depti. Degen dekin dedi Asman. Ya bunayya hey oğlum cezmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhsat bergen idi zoğluğa. Yani muşundaq yaşlıp qalğan ayallarga men Muzdalife'de azraq düşüp men dua tilavet kılıp onu dikin şahit berip la anı dikin muşundaq şeytan taşıtıp onu dikin düşke yerine kep anı Bamdat taң atqa vaqtida Bamdat namazı okusan boludu deb Peygamberimiz ruxsat şu bergen. Şunun üçün mən bu işni qıvatım özümlük ixtiyarqa işçu emas. Deb men Asma men muştaqçu nim qıldı dedi. Anda o andikin men muştaq asasen muştaq yaşlıp qalğan ayallarniki üzümü men muşundaq baldır berip qısçu boludu. Endi bu yerdə lizuğun deydi. Lizuğun zayne lizuğun. Zaynetun degan ayallar degan gap, yani mangdigan ko'chirgan ayallar degan gap bo'ldi. Yani ayolniki nimalar? Zaynetuniki, zaynetuniki jamisi zon. Dedi İmam Buxoriy Yedispaniyat bizlarga Muhammad ibn Kasir dedi Muhammad. Xabar berdi bizga Sufyan dedi o Sufyan. Yedispaniyat bizga Abdurrahman ki o İbn Qasim idi. Bu adam bo'lsa Qasimni rivoyat qilib Qasim boshi Ayşe radhiyallohu ta'ala dedi Ayşe. Sordu Sevda radıyallahu ta'ala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den cem'i keçisi. Yani cem'i keçisi degen yani Muzdalife keçisi. Ruhsat sordu. Ya Resulullah ama bu ruhsat verse bir düşme ve Mina verip tutsam kene dep. Çünkü Mina'da 3 gün turduğun gep. Yani 2 gece mukim, 3 gece uyat turduğun gep, uyat mukimlaşkan dek bolu demdi. O Muzdalife'de şu akşamı keldi o etdi gelip Bamdat'ta okuydu keldiğin gep. Unda o andaki bu yerde tuğması kan ona Mina verdi ağalıkkan ruhsat verse sordu. Ve berti bu sevda nat iğir. Hem sabit yani neme söylelme. Yani sel buraya çapışıp yani daha menişimden iğirken. İğir menip semiz bu ayal yoğan. Semiz oğandaki bu ayal menişten yaşayıp çoğup geptiken sabit degen gep muşta atıda mesela sörlük mağanlığın üzerine bu neme deydi onun sabit deydi. Ama muştaq ayalken. Şuna Peygamber bu ayalğının belgen ruhsatçı belgenti deydi. Dedi İmam Buxoriy İspanyolca Ebu Nuaym. Dedi Ebu Nuaym İspanyolca Eblah ibn Humeyd. Bu Eblah olsa Qasim ibn Muhammed'in rivayet kıldı. Qasim Muhammed olsa Ayşe radhiyallahu ta'ala dedi Ayşe. Düştük biz Muzdalife'ye düştük. Yani Erpat'tan kelip şundan ruhsat sordu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Sauda şoki qaytqay o. Men adamlar qısqaq buluşundaki aldı da. Men adamlar qısqaq buluşundaki aldı da mene Muzdalife'ye qaytış kıldı ruhsat sordu. Ve birti bu nemen Sauda bir ayollarkin asta. Yani yaş çoğup qalğandan hem semiz şunda astımanda ayaldı. Şuna Peygamber o ayolga ruhsat verdi. Şuna qaytdı bu ayol meni adamlar qısqaq olup ketişindeki alıda. Hem de hateme degen gep hatimga sundurulgan degan gap adamlar bir-birisi jiqib ketganligi bir-birisi sundirib qistab mushtaq qilgan ish. Anda o andagi odamlarniki qistongi bo'lishniki oldida shundan o nima qildi? O ayol qaytib ketdi. Chunki
Muzdalifeden meni atdiganda namozni o'qib qaytgan vaqtda odamlar jiqib ketadi. Jiqib bir-biri qistan bo'lib ketadi. Shu vaqt o'zida 1400 yilniki oldida ekan. Endi shu Peygamberimizniki bilan qon hajniki o'zida 114 ming. Mushu atrofida kishilar haj qilibdi ekan. Men hozir kunda nima qilsak, hozir hamma yerda nima qistan ana. Va to'diq deydi Oysha. Hattoki tong'at to'diq biz aşağıda Muzdalifada yatdik deydi. Ondan keyin qaytdik biz Payg'ambarimiz qaytishlar bildichu qaytdik. Falanakun deydi. Biz her ayni bo'lg'ayman, ruxsat so'rag'ich bo'lg'ayman, Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan qandaki savdo. Ruxsat so'ragandek, men ruxsat so'ragan bo'lsam, bu ish eng yaxshi edi menga mafruhum bihidi. Mushda xushal bo'ladigan, mushundaq yeliqi, mushda ruxsat so'ramay, mushundaq kirib, mushundaq varang-churung orisi qilib, bundaq qilgan ishniki o'zidan, ya'ni xushal bo'ladigan, ya'ni xushal bo'g'ish bir gap, xushal bo'ladigan bir gap. Xushal bo'lgan degan keyin, nemini o'zi xushal bo'lib, ayil qisqistan bo'lib, o'changizda adam xushal yo'qolib ketadi. Men mushundaq bo'lganlikdan men Payg'ambarimizdagi savdoda ruxsat so'rab ketgan bo'lsam kerak deb qoldi. Bu eng menga uchun yaxshi bo'lib qoldi deydi. Ana varken amal bor, ayollarniki o'zi. Bo'lib bu hozir davrimizda asl bilmagan erlar bo'lib qolgan bo'lsa, o'changizda biz u yer tushirib, hamma qila olamiz degan bo'lmaydi. Ama unda bo'lmagan ayollar bo'lib qolgan bo'lsa, u chog'da amal bor, u yer ma'lum muddat turib o'tib, andikin erlarga olishib qilib, bunda bir ishning bo'lmasligi uchun qanday qilish kerak? Minoga uchun ketgani bu yaxshi. Yani shu iltiqot asosan. Men mafruhin bihi degan her qandaq yaxshi bo'ladigan ishdan degan çok gap bo'ladi. Babun mata yusallil fajra bi jam'in. Bu bir babdır. Qachonlik o'qiydi adam bomdod namozini jam'ida, ya'ni Muzdalifada. Endi biz bu adam Muzdalifga yotilgan bo'ldi. Yotgandan keyin, unidan zikr tasbih etib, unidagi imkon bo'lsa, uniki armelib, unidagi bomdod namozini o'qiydi u yerda. Bomdod namozini o'qib, unidagi minoga mangdigan kim. Unda o'g'anki bomdod namozniki vaqti tong otganda tortib, kun chiqish bo'lgan orliqda. Men mush vaqtni o'zida qaysi vaqtda o'qishchi bo'ladi? Uniki afzal, makruh bo'lganlari va u boshqa. Unda o'g'anki bomdod namozniki o'zini shu Muzdalifning kunida qanday vaqtda o'qiymiz? Men mushning ustiga keldim, bab dedim. Dedi İmam Buxoriy, hadis payg'ambarimizga Umar ibn Habs, ne G'iyos dedi bu emir. Hadis payg'ambarimizga mening otam. Dedi bunun atam hadis payg'ambarimizga A'mash. Dedi A'mash, hadis payg'ambarimiz menga Umar. Umar olsa Abdurrahman ibn Abdurrahman din. Abdurrahman olsa Abdullah Mesud radhiyallahu ta'ala anhu'dun. Dedi Abdullah, hem kömüdüm ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni okudu. Mene bir namazda yüzdeki burun okuatkan vaktdeki gayride. Yüzdeki okuatkan bir vakti vardı burun. Şu vaktdeki gayride okuan bir işini Peygamberimiz kömüdüm. Meğer bu işki namazını. Kaç işki namaz? Mene çoğu dedi Peygamberimiz namazşan bilen huptanlığı otursun. O okudu Peygamberimiz bamdat namazı yüzdeki burun okuatkan vaktin burun okuattı. Dep, men müştahne kıldı dedi dedi. Hem böyle de okuan dedi Peygamberimiz bamdat namazı, şu bamdat namazı vaktindeki aldıdan. Degene vakti kirmey turup okudu deganlik emas. Yani yüzü burun okuatkan bir adeti vardı. Taң atkan dekin, men muazzin azan okuydu, onun dekin, yani Ayşe'nin rivayet kandek. Onun dekin azrak yatıdı, yetip şundan şu Ayşe bilen gaptip şu ayalı bilen billa. Onun dekin ondan yatıdığan gap. Yatkan dekin bamdatniki onu dekin sünnetni okuydu, andaki azrak on terin besip yatıdığan gap. Onu dekin andaki muazzin kelidi, oy namaz vakti de oldu dep tekbir okuyman deydi, şundan keldi peygamber çıkedi. Aslında okuyduğun vakti şu. Azan oku amanın ahiri berip okuyduğun iş şu emas. Yani azlar bir vakti ödüdü. Şu vakti özüde okuydu. Şu vakti okuyandın ma'lum bir adet vakti. Onu da burun vakitte men şu vakti özünde okup kaldı Peygamber sallallahu. Yani demek
Şu Muzdalifadagi kuni o'qiydigan namozdagi bomdodniki vaqti qop-qorong vaqti. Shu tövende deydi, "Voy tong atdimi, atmadimi" deganidek, men mush vaqt o'zida. Uçadı payg'ambar qanday o'qitdi. Payg'ambar alayhisalom o'z payg'ambar bo'lgandan keyin hamma tarafdagi o'zidan bu odam salomatlik. Unda o'g'andiki buni qarta Alloh taolo vahiy qilishi va uqtirishi, ilhom qilishi orqali mana hozir mana nima qildi hozir tong atdi deb ba'zi odamlarga nisbatan tong atmagan bo'lsa-mu, lekin yo'riqlik u odam ko'mgan bo'lsa-mu, payg'ambar bu orqali nima qildi buni bildi. Shunga payg'ambar shu Muzdalifani o'zida nayt baldirchi o'qandi. Deymisam deb. Dedi İmam Buxoriy, Hispaniyamızga Abdullah ibn Raja dedi Abdullah. Hispaniyamızga İsrail'imizga Abi İshaq olsa Abdurrahman ibn Yazid'tin. Dedi Abdurrahman, çıktık biz Abdullah ibn Mesud radhiyallahu ta'ala billah haj qilamiz deb chiqdik Mekke'ye. Anadaki keldik biz. Mekke'ye kelip onadaki qağa aşağısı Muzdalifani ish olgandan bunu deydi. Anadaki keldik biz cemiye. Yani Muzdalifga Arfat'tan. Şundan okudu. Mene Abdullah Mesud ikki namozni. Her namozni öz vaqtida bir azan ve bir tekbir bilan. Xubtanni yani kashkur namoz, kashkur yemekning o'zini shu ikki namozniki o'ttirishcha dur. Shucha deydi. Andaki okudu. Mene bu Abdullah Mesud bomdod namozini ol bir zamandaki chiqdi tong. Tong chiqqan vaqtda o'qidi. Mene dugichi va deydi. Voy tong etibdi deydi. Yeni bir degichi va deydi. Voy tong atmadi deydi. Mush vaqtda o'qidi. Andaki dedi İbn Mesud, cezme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Cezme ma ikki namoz yo'tkilindi bu ikki namozni o'zniki asli vaqtidan ma makanda nima qilindi yo'tkilindi. Yani mamakan kavim Muzdalifga yo'tkildi. Birisi nima? Birisi namozsham, yana birisi xubtan. Men o'z vaqtining o'zida o'qishni yo'tkilib, qanday qildi? Men namozshamning o'zini kechitib eng oxirgi vaqti ya xubtan vaqti. Xubtanning o'zini ya namozsham vaqtidan xubtan vaqti kirmagan vaqti o'zida kelib qolsa, men shu vaqt juplab o'qiydigan ekan. Men boshqa vaqt uchun yo'tkaldi dedim. Mana kelmaydi odamlar meni Muzdalifga hattoki kashqurun qiladi ular. Kashqurun qilgan vaqti uchun kelib qoldi. Endi va bomdod namozni mush vaqtda. Endi va salatul fajr hozir soatda degan gap. Inna hatayni salatayn degan nima? Hatayni salatfi. Va bomdod namozni mush vaqtda nima qilgan? Men o'qigandim. Mush vaqtiga men o'qigan vaqtda degan gap. Aniki tug'an edi payg'ambar men Muzdalifada hatto aqatdi. Appag'aydan oldi. Anidekin dedi. Şu yoki olmaydi. Aniki to'di İbn Mesud. Hatta ki tong attı deydi. Appag'aydan oldi. Andekin dedi. İbn Mesud, eğer cezmen mu'minlarniki emir olgan adam qaytgan bo'lsa hozir mena yetken boludu bu adam Peygamber aleyhissalatu vesselam köstüpegen sünnet to'g'richa yetken boludu. Yani bomdodni o'qib, unikin azroq turib o'tib, appag'aydan oldi kun chiqmaydi. Shu vaqt yuzda qaytgan bo'lsa bu to'g'richilik qilgan boludu. Deb Muştaq nima qildi? Dedi. Bu gapni kim deydi? Abdurrahman deydi endi. Pes bilmeymen aya bununki sözü. Abdullah Mesud'un sözü boldu mu, iştigarak oldu mu? Yoki Osman radhiyallohu ta'ala'nınki depi qilishi, yani Muzdalifa'dan nimiga minaga qaytish ishtiga bunu bilmeymen deydi. Yani İbn Mesud shunda gapni dep bo'g'ishlik apiriblar shu Osman radhiyallohu zamanı ekan, shu vaqt o'zi darhol qaytib bo'ldi ekan. Şu Osman radhiyallohu ta'ala'nın. Pes hemish oldu İbn Mesud tekbir etti. Hatta ki mene attı Cemratul Akbe'nin nehrükünü. Nehrükünü Cemratul Akbe deyimiz. Cemratul Akbe degen gap. Yani birinci şeytan şunu nemi kıldı o ya da köz tutuldu. Men şunu nemi kıldı attı. Muştak çok kılım yazaydı. Yani demek Muzdalifa'nınki yanılgan günün üzerinde men bomdod namozdagi o'zini baldir o'qib, unidekin ashu aydan bo'lgan qadar duo, tilovat, men zikr tasbih etib, kun chiqishdan burun qaytamiz. Kun chiqishdan burun esa boshqa mushriklar qaytagan vaqt ekan, uni o'zgartib payg'ambar kun chiqishniki oldin appag'aydan vaqtning o'zida qaytagan nima qilgan berketgan. Biz shunday qilamiz uni.
ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin.